Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan juda ham oson, barakali keks qilamiz. Buning uchun ikkita tuxum, shakar. Endi shakar o'zingizlarga qarab, kim qanaqa shirinlik yaxshi ko'radi, o'shanga qarab solasizlar. Shipotka tuz, buni hozir biz ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirtirib oldik. Endi yog' solamiz. Qo'rqmasdan solaveringlar, hech nima bo'lmaydi. Sut qatuv bo'lsa qatuv, kefir bo'lsa kefir soldik. Un обязательно yaxshilab. Soda mana 1 choy qoshiq. Agar razrihитель bo'lsa, razrihитель qo'shsanglar ham bo'ladi. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirdik. Endi 1 qoshiqcha uksusni shundoq xamirga quyasiz. Xohlaganingiz mayiz, yong'oq, menga o'xshab shoftoli, не знаю, malinami, qulupniymi, nima bo'lsa, hech nima bo'lmasa ham binoyiday chiqadi. Shuni yaxshilab aralashtirasizlar. Mana ko'rasizlar, bunaqa darajada quyuq bo'lishi kerak. Вот так. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi uyingizdagi bor formaga saryog'ingiz bo'lmasa, oddiy yog' surib, shunda keksingizni quyib yuborasiz. Duxovkani 200 gradusga yondirib qo'ying, qizib tursin. 200 gradusga qo'yamiz va pishganicha, chiroyli bo'lib pishganicha pishiramiz. Mana qizlarjonlar, keksimiz pishib chiqdi. Men buni 20 minut sovutib qo'ydim. Endi mana endi buni hozir kesib ichini ko'rsataman. Mana qizlar, keksimiz pishdi. Mana oralari, buni qaranglar, dahshatligini. Bu hali sal issiqroq. Вообще четкий qizlar, hidini etmaysizlarmi? Videom yoqqan bo'lsa qizlarjonlar, like, подписка, поделиться qilsanglar, kommentariy yozsanglar, juda ham xursand bo'laman. Hammaga rahmat. Qizlarga yana bitta narsa, tuxumni men ko'pirtirdim-ku, ko'pirtirmasanglar ham bo'ladi, prinsipialniy moment emas. Endi oddigarchilik uchun, video uchun men ko'pirtirdim. Keyin soda masalasida sodani alohida qoshiqchaga olib uksusda qilsangiz o'xshaydi, lekin men ko'rsatgan usulda ham qilib ko'ring. Sodani solasiz, o'sha xamir ustiga uksus solsangiz umuman boshqacha bo'ladi. Boshqa pishiriqlardan ham, masalan, aladushka qilganda, или blinchikka ham soda qo'shadi, o'shanda ham отдельно qoshiqda emas, сразу xamir ustiga quysangiz umuman boshqacha reaksiya beradi. Hammaga rahmat.